hozir vaqtini bilim olishga sarflasa, ertaga o'qishga kirishga qiynalmaydi, oyijon. Nima deyapsiz? Ha? Voy, hali yana qizingizni o'qishga ham kiritmoqchimisiz? Albatta. Axir qizimiz ilmli, diplomli bo'lsa, buni nimasi yomon? Menga qarang, jonim bolam. Hunarli qilib erga topshirish kerak bo'ldi. Gap tamom, vassalom. O'qish deysiz? Bujon, bu nima deganingiz? Men o'qishga topshiraman. Oyimga o'xshagan doktor bo'laman. O'zimni asal qizim, menga qara. O'qishing bitsin, xudo xolasa men seni chevarga o'qishga beraman. Bildingmi? Ana Xolidaxon bor qo'shnimiz, o'shanga. Shogird bo'lib tushasan. Tikish o'rganasan. Bujon, qarang, menga tikish yoqmayapti. Qancha urinsam ham o'xshamayapti. Oyi, kecha aytgan kitoblarimni olib keldingizmi? Ha, mana hammasini olib keldim, qizim. Qiz, kitoblarni qo'y. Mana, buni qaytadan tikasan boshidan boshlab. Tushundingmi? Bujon, bo'ldi, ertaga tikarman davomini. Hey qiz. Hey. Menga qarang. Nima